Do'stlar, yana arzon uylarimizdan chiqib qoldi, shoshilinglar. 6-qavat bo'lyapti. 64 kvadrat, puli 65 ming dollar, kami ham bor. Videoda ko'rib turinglar. Faizli uylaringiz to'g'risida yer uymi yoki bino qarshisida so'zlari ma'noli operator beka vafoli siz komment yozmang yomon jafoli quyoncham deb tirjayib reklamalar qilaru halol ishlaydi deb o'zini o'qqa cho'qqa uraru qarang naqadar go'zal uyingiz ko'rgan odam lol qolar sehrlaydi so'g'zingiz bir-biridan faizli bu koshonalar bir-biridan inoqdur bu ko'chadagi qo'shnilar bu ko'chalar. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlarga bu arzon bo'lib turgan domimizda, ya'ni adresni aytadigan bo'lsak, Qirg'iziston O'sh shahri, bu yerimiz Alimbek Datkal ko'chasi 938 aynan Jetti Botir magazinlarida oldiga tushgan vokzaldagi ushbu domimizni 6-qavatda bugun sotuvda. Bu domimiz o'ziga yarasha detskiy ploshetkalari bor. Mashina qo'yadigan stoyankalarni ko'ryapsizlar, как mashina bozor singari chiroyli turadi ekan. Bu domda taylari kommersiya hisoblanadi. Suv, svet, gaz, lift, kanalizatsiya, hamma sharoitlarimiz bor ekan do'stlarim. 6-qavat, ya'ni 30-kvartiramiz bo'lyapti. Bu kira olishimiz, ya'ni holimiz bo'lyapti. Mana bu yerimiz hozirgi kunda pusto ekan. Bu yoqqa endi gardrob qilib o'tiradigan yoki kiyim yozadigan narsalar qo'ysanglar, aynalar qo'ysanglar bo'laveradi, lekin shu holatga ham bo'laveradi. Kirganimizda sirasi o'ng qo'limizdan boshlaymiz. O'ng qo'limizda kattagina sanuzulimiz bor ekan. Endi suv kirgan ekan, rakvina va santexnik ishlari, hattoki hamma ish. Faqatgina bu yoqqa shu aristonni qo'yasizlar. Bo'ldi, do'stlarim, dush qilib olasizlar. Bo'ldi. Endi buni oldida. Bu kichkinagina o'ziga yarasha akkuratniy hojatxona bo'lyapti. Va buni oldida kuxnyamiz. Kuxnyamizga ham kuxnyalarimizga o'sha tayyorlab, kafellarni yaqishtirishib, tayyorlab rozetkalar tushirib qo'yishgan, gazlarimizni keltirishgan, rozetkalarimiz mana bor, ataplenamizdan bor va bu kuxnyamizning o'zini alohida yorug'lik uchun romimiz bor. Endi ko'ryapsizlar, aboylarda kombinatsionni hammasi har xil juda ham chiroyli did bilan qilingan do'stlar. Endi bu yerdan chiqadigan bo'lsak, tak, bu yoqqa. Do'stlar, necha kvadrat? 64 kvadrat. Dunyo katta bo'ladimi do'stlar? Adashib qolyapti. Mashalloh, qaranglar kattaligini. Bu bir zalimiz bo'lyapti, mehmonxonamiz. Buni ham o'sha hamma yo'q bitgan, bitta lustra qo'yib qo'yasizlar. Pol, patolog, aboy hammasi bor. Birinchi podest. Do'stlar, ikkita xona bo'lyapti. Gaz, suv, svetlarimiz bor. Puli 65 ming dollar, kami ham bor. Eshiklarimiz qaranglar, juda ham chiroyli qilingan, lekin hali odam yashamabdi. O'zingizlar birinchi xo'jayin bo'linglar. Mana. Bu yana bitta xonamiz bo'lyapti. Bu endi bir spalniy qilsanglar bo'laveradi ekan. Buni ham o'zining ataplenasi bor, o'zining chiroyli romlari bor. 0555 bilan 57 16 66. Qaytaraman, 0555 bilan 57 16 66. Do'stlar, kelib dokumentlarni tekshirtirib, zo'r bo'lsa shaq olib maza qilib yashab qo'yinglar. Salomat bo'linglar.